Mana endi ko'radigan bo'lsak, order blok zonamizga narximiz keldi. Hozir mana shu 5 minutdan film yopilishini kutamiz. Keyin biz baga savdoga harakatlanamiz. Biz sesar likviditimiz olmadi, lekin mayli. Hozir trendimiz yaxshigina kuchlanib baga yuryapti. Shu 5 minutlik film kutamiz yopilishini. Narximiz teparoqda yopiladigan bo'lsa, biz buy trendga savdoga kiramiz longga. Juda chiroyli yurish bo'lyapti lekin. Hop, hozir mana ko'rishimiz mumkin bu yerda. 1 minutlik time frame o'taman sizlarga. Xo'sh, nima bo'lyapti? Market shift bo'lyapti. Order blok holatda ham bor. Bu yerda umumiy holat tuzilmani ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda mana short pozitsiyalarimiz yurayotgan trendimizni kesib o'tyapti. Bu mana bizda validiya. Bu yerdan yana buyga kirishimiz mumkin bo'ladi. Yopilib bo'ldi. Yana oldiga tushsa, biz xotirjamroq riskimiz yana ham pastroq holatda kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bizda market shift holatimiz bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Qo'yadigan bo'lsam va narximiz ochilib yuqorida pastda yopilganligi uchun market shift holati bo'lyapti. Juda yaxshi. Narximiz mana bu joyga keladigan bo'lsa, men shortga kiraman. Qani buyga kiraman degan. Short kelyapman. Hop. Bu yoki yaxshi vaziyat edi, kerak edi. Hop. Atkivorga. Mayli. No. Hechkisi yo'q. Shu yerda o'zidan bo'lsa ham biz savdoga kirishga ko'ramiz. Hop. Ko'radigan bo'lsak, faqatgina hozir men bu yerda shunchaki baysallik mana bu joyda 20 tada kira olmayman. Maksimum o'zi aslida prop shotdan hisoblarini qanday foydalanishimiz kerak edi. Juda chiroyli ish bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin va juda ham chiroyli chiqish bo'ldi. Qo'ldan chiqarib yubordik o'zimiz mana bu holatda. Mana bu joyda bo'lganimizda ham hozir yana 20 tada kirganimda ham o'sha $1000 atrofida foyda edik. Nima qilamiz? It is bo'ldi. Hop, mayli, nima ham qilamiz? Endi kutamiz ozgina. Chunki hozir bu yerda kirishda ozgina xato. Yana narximiz mana shu joyga keladigan bo'lsa, bu yerdan kiramiz. Market shift holati order blok zonasiga aylanyapti. Menimcha bu yerga narx keladi. Ozgina kutamiz. Sevarmışman başkasını, ya eslerman eskisini. Yürermişman yallah kılıp, canımdan toydurvattı. Kuralay, ko'zi kuralay, hali rosa beraman dodingni. Kuralay, ko'zi kuralay, ko'ramiz hali ahvolingni.
kuydiryapti, yondiryapti, kuydiryapti, yo o'zicha suydiryapti. Tergayverib, jonimdan to'ydiryapti. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Kuydiryapti. Gul qolay qo'lingdagi asra meni shamoldan. Order filled. Oh my god. Hop. Ko'rishimiz mumkin mana do'stlar, o'zi bizda yana bir 5 limit qo'ldan chiqdi. Xo'p, yaxshi. Mana biz buy limitimiz oldi 15 lotda. Narximiz bu yerdan sirasi yuqoriga harakatlandi. Hop, stop bet bo'larkan biz mana bu joy stop loss ko'rsatamiz. Kelgan nuqtamiz. Ko'rishimiz mumkin, bu savdoga kirildi. 15 lot, 5 lotni olib tashlang. Chunki bizda stop loss nuqtamiz katta ketyapti. Yaxshi, uning uchun hozir bizga yetarli 15 lotda yetarli bo'lyapti. Hop. Bu savdoga kirildi. Biz buy limitimiz oldi narx va yuqoriga harakatlanishni boshladi mana ko'rib turganimizdek. Katta ehtimol bilan mana bu joyni kutilyapti savdoda. Hop, shu holatni kutayotgan bo'lsak, bizda o'zi 1300 dollar. Order filled. Bu yerga narx keladigan bo'lsa, o'zi 6000 dollar bo'lar ekan. Bu yoq hozir 1300 dollar foydada. Save qilish holati bo'ladi. Biz shuning uchun ozgina narximiz midline do'na bor bu yerda. Yetgandan keyin biz 5 lotini bu yerda likvidga olamiz. Hop, 1,5 ming bo'lsa 500 dollar. 500 dollarga bemalol olsak deyarli ko'p ziyon bo'lmaydi. Narximiz ortga qaytadigan holatida ham shu yerda 5 lotda yopadigan bo'lsak ham bu yerga kelganda hop 500 dollardan oshiqroq yopadi foydada. Market shift order blokdan narximiz keldi. Sirasi yana ortga qaytishni harakatlanishni boshladi buy trendga. Shunda ham chiroyli narx beryapti. Nima sababdan lotni kattaytirdim? Lotni katta qilib savdo qilayotganimiz sababi biz firmaning imkoniyatlaridan 100% foydalanish. Stop lossning imkoni boricha kichikroq, lotda kattaroq. Shunday qilib savdo qiladigan bo'lsak, agar bozor strukturasini to'g'ri tushunib savdo qiladigan bo'lsangiz, bemalol yaxshigina daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lyapsiz. Hozirda o'zida bizda 1700 dollardan oshiq foyda ko'rishimiz mumkin. Va bu holat yana ham hisobimizni tezroq ko'tarishga olib keladi. Agar trendni moslashib turib, bozor strukturasini, bozor qaysi tomonga yo'nalish ketishini yaxshilab aniqlab oladigan bo'lsak, optimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bemalol unaqa katta lotda ham muammo bo'lmaydi. Order filled. Juda chiroyli yopildi.
Hop, yaxshi. Yaxshi. Narxi juda chiroyli ketyapti. Ko'rishimiz mumkin, yana 10 lotda o'zida $2000 atrofida foydada va biz hozir bu yerda bezubitkaga olaman narx stop lossini. Sababi bizni stop lossimizga nisbatan 1-2 baravar tepaga narximiz chiqdi. Judayam yaxshi narx yurish. Midline donamizdan narx qaytish ehtimoli bor. Shu yerdan ham men yana bir lotini yopaman va uzoqroq muddatga 5 lotni o'zini qoldiraman. Agar narximiz mana bu joyga keladigan bo'lsa, bu yerga keladigan bo'lsa, bizda umumiy foydamiz 1,5 ming bo'ladi. Hozir narximiz mana shu 5 lotdan oladigan bo'lsa, take profitimiz bizda 10 lot yopgan hisobda $1,5 foydada bo'lamiz. 5 lotdan tashqari. Hop, tutamiz. Chiroyli tushish bo'ldi. Narximiz yaxshigina bir-birini muvozanatlagan holatda yuryapti. Narx bozorimiz, savdoyimiz ham juda chiroyli. Ko'rayotgan bo'lsak, narximiz tushyapti, chiqyapti. Bir-birini to'ldirgan holatda juda chiroyli bozor savdo amalga oshiryapti. Hop, yaxshi. Ko'ryapmiz, narximiz muvozanatlagan holatda, bir-birini to'ldirgan holatda yuryapti. Hozir narximiz shortga tushib oldi, o'zi to'ldirdi. Narxni endi bagiga ko'tarish arafasida. Hop, yana ham chuqurroq, yaxshiroq ko'rishimiz uchun bizga 15 sekundlik o'tamiz sразу. Bozor holatini yana ham ichkariroqdan tushuntirib ko'rsatib beradi. Mana shift holati, mana ko'rishimiz mumkin, juda chiroyli. Mana bu joyda biz valiy gapimiz ham bor. Ko'ryapsizlar, narximiz tushadigan bo'lsa, maksimum mana shu valiy gap nuqtamizdan narximiz tushishi kerak.
Hop, shu o'tgan yurish yaxshigina bosim bo'lyapti. Keyin yana ozgina kutamiz. Umumiy holatda tarafkashligimiz bayiga o'zgardi. Katta ehtimol bilan bizda take profitimiz bo'lishi kerak. Kutamiz ozgina. Agar biz stop lossimizni oladigan taqdirda ham biz 1/1 nolda yopamiz. Save qilgan holatda böyle 5 lot yopganmiz shu hisobiga. Voy, Sevara, dugonang keldi. Привет, qalaysan? Salom. Xush kelibsan, Asal. Tabrik keldingmi? Rahmat. Bu gullar senga. Tanish, mana eng yaqin o'xshayotgan do'stim. Assalomu alaykum. Salom, o'tiramizmi? Ketdik. Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki, garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, yana ko'rgim keldi shunchaki. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Bilmaysan-da meni holim beqarorginam, hijronlarning azobida yonyapman. Xastaman u sensizlikda qolib, yana xastaman u. Xastaman u ozoringdan, dardlariming dastaman u. Xastaman u sensizlikda qolib, yana xastaman u. Xastaman u ozoringdan, dardlariming dastaman u. Shunchaki unutmadim seni shunchaki, sog'inmaysan sen meni balki, unutgansan meni shunchaki. Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Bilmaysan-da meni holim beqarorginam, hijronlarning azobida yonyapman. Xastaman u sensizlikdan qolib, yana xastaman u. Xastaman u ozoringdan, dardlariming dastaman u.
manu ozoringdan dardlariming dastamanu shu shunchaki nima? edim ishqingda telbayu devona nahotki bo'lib qoldimmi endi begona axir o'zing eding qalbimda yagona parvona unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi tunlarim bemazmun dil seni so'raydi xayollarimda sen xayolim qo'nsaydi yo'q unutkim kelmaydi bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendanam kuchliroq kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqu bemor bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendanam kuchliroq kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqu bemor azob bu ishq yo'llari chalkash sarson bu ishq ozori ko'p davosi yo'q sevmay o'lar yo'lingda ishq bevafo yo'lni bilmayin sevdim yurakkinam kuydirib ketdi mendan ketib ayt kimga yetding bir bor sevib kuydimu ketdi. Hop do'stlar, mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Bizda order blokni shakllantirib oldi. Mana narximiz endi xudo xolasa yana ham yuqoriga harakatlanishda davom ettiradi. O'shalarga bor agar sevsa seni mendanam kuchliroq kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqu bemor Alo. Allo. Bu siz o'ylagan narsa emas, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Tinchlikmi, nimani? Nima bo'ldi? bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendanam kuchliroq kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqu bemor bor o'shalarga bor agar sevsa seni
2500 midline. Hoş.
Hop. Mhm. Hop, bugungi savdoyimiz $1000 bilan ketib qolamiz. Sababi narximiz ko'tarilmadi. Order filled. $500, hozir yana $500 deyapti, $1000 da. Sababi mana bu joyda yorib o'tolmadi va katta likvidlik bilan narximiz shortga tushdi. Endi biz kutilayotgan narsamiz endi haqiqatdan ham mana bu 80 likvidlikni olishga urinadi hozir. Shuning uchun bu yerdan men shortga harakat qilaman. 5 lotda. Order filled. Ozgina teparoqqa chiqishim ham mumkin. Shu yerdan 5 qo'shdim, teparoqdan chiqsa yana 10 qo'shishim mumkin. Hop. Endi bizga shortimiz, tek profitimiz mana bu joyda turibdi. Bu yerda 1000 keladigan bo'lsa, bizda bugunga umumiy $2000 bo'ladi. Kutamiz. Hop, yaxshi. Order filled. $10 lot yetadi bizga. Chunki hozir stop loss oladigan bo'lsa ham $300 foydada qolamiz. Zonalar ham ishladi, lekin mana bu likvidlikni olmaganligi hisobiga narximiz birdaniga yuqoriga keskinlik bilan yura olmadi. O'shaning uchun ham yana dimlandi. Bozor mana bu joyda likvidatsiyasini olib turib, undan keyin ketish ehtimoli yuqoriligini ko'rsatyapti. Order filled.
Order filled. Nima qilamiz? Iloji yo'q. Xo'sh. Hop, short passiga o'tmadi. Order filled. Mana yigizdik.
Mhm. Oh, Order filled. Order filled. xo'sh. Ikkinchi marta short bachsa. Hop, yaxshi hozircha. Ikkinchi marta shortga urinish. Narximiz yaxshigina ketyapti. 15 sekundlik hozir. Oh, ekansan o. Hozir bizda $300 foyda. Hozir yana biz $800 foyda turibmiz. Hop, nima qilamiz? Stop loss ozgina kichikaytiraylik. $30. $2000 oladigan bo'lsa, bugun $2400 foydali olamiz. Bezubitga qo'yapman stop lossni. Kirishga asosiy sabab liniya yorib o'tdi va bu yerda fake out bo'lyapti, soxta yorib o'tish bo'lyapti. Undan so'ng narximiz qulashda davom etyapti. Bugun bozor juda ajoyib yuryapti. Narximiz deyarli ma'lum bir nuqta. Mana shu zonadan bu necha 24945 dan 24845, 840 oralig'ida bugun narximiz o'ynab kelyapti. Hop. Az qoldi. Xudo xohlasa profitimizga ozgina qoldi. Hadi. Hop, hop. Not qaytib kelgan holatida ham $1000 ga qo'yapman. Qaytib kelsa ham $1300 deb bugun bozor tugataman. Hop, yaxshi. 1300 emas ekan. $2000. Hop, hop, hop. 1300. Chiroyli. Hadi. Ha endi. Hadi ozgina. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Hop. Order filled. Oh, malades. Hop, bugun yetadi. $2400 bo'ldi, yetadi bugun.
Hamilaga rahmat.